Mamlakatimizda yoshlarga bo'lgan e'tibor davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Har bir yigit-qizning bilim olishi, kasb egallashi, mehnat qilishi va hayotda munosib o'rin topishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Muhtaram Prezidentimiz tashabbusi bilan joriy etilgan mahalla, tuman, viloyat, respublika tizimi esa har bir yosh bilan manzilli ishlash, ularning ehtiyoj va qiziqishlarini o'rganib, amaliy ko'mak ko'rsatishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur tizim asosida O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatiga Bekobod shahrining Birdamlik va Farhod mahallari biriktirildi. Jamiyat vakillari yoshlar va ularning oila a'zolari bilan uchrashib, har bir murojaatni diqqat bilan tingladi. Ularning qiziqishlari, rejalari hamda ehtiyojlarini atroflicha o'rgandi. O'rganishlar natijasida aniqlangan ehtiyojlardan kelib chiqib, yoshlarga mehnat faoliyatini boshlashi, tadbirkorlik yo'lida dastlabki qadamlarni qo'yishi va o'z daromad manbaini yaratishi uchun zarur mehnat qurollari hamda uskunalar topshirildi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga kattakon rahmat deymiz. Mana biz bugun O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan tikuv mashinasi bilan ta'minlandik. Ularning rahbariyatiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Uskunalar topshirildi. Bu shunchaki moddiy yordam emas, balki yoshlarning o'z kuchiga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, ularning kelajagiga ishonch bildirishga qaratilgan amaliy qo'llab-quvvatlashdir. Mahallasidanman. Mana shu O'ztransgaz aksiyador jamiyatiga biriktirilgan ekanmiz. Hurmatli Prezidentimiz shunchalik yoshlarga e'tibor beryapti ekan, rahmat kattakon. Jamiyat tomonidan mazkur yoshlarning keyingi faoliyati ham muntazam monitoring qilinadi. Ularga zaruriy amaliy ko'mak ko'rsatish davom ettiriladi. Zero yoshlarga qaratilgan har bir e'tibor, ularning bilim va salohiyatini ro'yobga chiqarish yo'lida qo'yilgan har bir qadam mamlakatimiz kelajagiga qo'shilgan munosib hissadir. O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning orzu va intilishlarini ro'yobga chiqarish yo'lidagi ezgu ishlarni bundan buyon ham izchil davom ettiradi.